Mirodilla Abdurahmonov ringga chiqib kelmoqda. Qizil burchakka menimcha uni ortiqcha tanishtirib o'tirishning hojati yo'q. Jahon kubogida barchamizni juda va juda xursand qilgan edi. Birinchi raundda hushdan ketgan holatda qaytib keldi. Raqibning qo'pol xatti-harakatidan so'ng esdan chiqaramiz. Undan keyin Mirodilla imkon qoldirmagan edi isroillik kickboksga qarshi kechgan bahsda. Bugungi uning raqibi Shehroz Olmasov Toshkent shahridan yana bir kuchli yuqori texnika sohibi. Mirodilla Aslandijondan Nurullo Qo'chqorov ham keldi. Muxtorjon Yetmishboyevning oldiga Ichki ishlar akademiyasi kursanti. Olmasov albatta Qobul Ergashev uning burchagiga darhol kelib olmoqda. Jahon kubogi g'olibi Abdurahmonov jigariga zarba yo'llayapti. Zarbalar almashinuvi. Qanday metodika yo'llayapti Abdurahmon. Muxlislar aksariyati aynan Olmasovni qo'llab-quvvatlashyapti. Qanday muvozanatdan chiqardi, lekin zarba yo'lladi. Botir Abdiyev ogohlantiryapti. To'xtash ishorasidan so'ng to'xtash kerak. Bir vaqtning o'zida har ikkisi chap qo'l yondirib zarba yo'lladi. Mirodilla raqib muvozanatdan chiqdi-ku deyapti. O'zi ham yiqilib tushdi-yu. Ammo ko'ramiz hozir bu yog'iga. Birinchi raund yakuniga yetyapti. Kelishib olishdi. O'sha zarbani ko'rsak edi hozir, bir vaqtda. Hozir jang barda. Takroriy lavhalar. Mana shu yerda qarama-qarshi zarba emas ekan, boshlar bilan to'qnashib ketishgan ekan. Boshlar bilan. Qisqa. Mirodilla jab bilan kirib bordi, keskin ravishda. Ikkinchi raunddan ancha keskin o'tkazyapti. Jang davom ettirish mumkin. Abdiyev qarasa aralashish kerak emas bu bahsga. Og'dirdi. Abdurahmonov ikkinchi tempni yoqqandek. Hozir uning bosimlaridan ko'ryapmiz. Shunday kickbokschilik bor ekan, bilmay yurgan ekanman. Shehroz Olmasov o'zi saralangan, yig'ilgan jangchilar ekan.
Bosh bilan keskin harakat qilganda topildi. Men ko'rmadim ochig'i. Keskin harakatni ko'rdim. Boshlar to'qnashib ketishi tushunarli, lekin bosh bilan zarba yo'llanganligi bu ikkinchi masala. Abdurahmonovga ishonamiz, Murodilla. Chap qo'l yon taraflama zarba. Middle kick, front kick. Olmasov hozir masofani qisqartirgan holda yaxshi kombinatsiyasini olganda amalga oshirdi. O'ng qo'l, chap qo'l zarbalari, lekin bosh bilan zarba berganligini mana endi guvohiga aylanyapmiz. Shifokor bizga balki rejissyorlarimiz ko'rsatishar o'sha vaziyatni, bosh bilan zarba berilgan holatda. To'qnashib ketishdi, zarba bergan. To'qnashib ketishgan. Patiga yuborgan Sheroz Olmasovning Olmasov tomonidan atayin yo'llangan zarbani yoki bosh bilan xavfli harakatni ko'rmadim. Ha, bosh to'qnashib ketdi. Ikkalasi ham. Endi ogohlantirish berdi Timur Muhammadjanov. Biroz ko'proq Olmasov boshni yuborgan bo'lishi mumkin. Lekin zarba bergani yo'q. Low kick. Mana endi zarba bo'ldi. Mana endi zarba bo'ldi. Tashlangan raqibini o'ng qo'ldan qutib oldi. Endi bosh bilan zarba bo'ldi. Ikkita zarba o'ng qo'lda yon taraflama. Olmasdan front kick, high kick. 3-raund, yana bir yorqin jang. Oxirgacha ketyapti. Ehtiroslar qanday jonboshiga kelmoqda. Aytib o'tdim, qanday qarama-qarshiliklar guvohiga aylanasiz mana shunda. Middle kick. High kick o'tmayapti, low kick. Hozir temni pastga tushirib bo'lmaydi. Barcha muxlislar olqishlayapti. Low kick va middle kick. Abdurahmonovdan Olmasov javob qaytaryapti boshlar. Yo'q, hech qanday to'qnashuv. Front kick. Jigarga zarba. Jang davom ettirish mumkin. Middle kicklar almashinuvi. O'ng qo'ldan high kick ortidan muvozanatdan chiqarib yuboryapti, knockdown emas. Chap qo'l, middle kick ortidan Murodilla Abdurahmonov yaxshi kombinatsiya amalga oshirib berdi. Chap qo'l, qo'llar ustidan zarba, yana o'tkazdi va tizzada zarba anchagina kuchli. So'nggi soniya jang yakuniga yetmoqda. Borini berdi. Olmasov borini berdi. Bu tushunarli. Qanday ringda oxirgacha turganligini o'zi ham tushunmadi menimcha. Yakunda ham zarba o'tkazib yubordi. O'sha bosh to'qnashuvni agar iloji bo'lsa, rejissyorimizdan so'rab qolardik. Knockdown hisob ochilgan vaziyatni.
Mirodilla Abdurahmonov haq. Hisob ochildi-yu, bu knockdown emas. Sanash kerak edi, sportchiga o'zi kelib borish kerak, ham ogohlantirish ortidan berish kerak. Ha, bo'ldi. Ehtiroslar tushdi. Jang olqishlar albatta. Mana shunisi boshqa gap. Mana bunisiga gap bo'lishi mumkin emas. Va hakamlarning qarori. Sheroz Olmasovning qo'li baland ko'tarilmoqda. Ertaga jang qilishmaydi. Ertaga jang qilishmaydi. Mana oldindan kim g'olib ekanligini ko'rsatishmoqda. Mana shunday o'tdi. Do'stlar, Kat Pro Ligasi saralash bosqichi yarim final janglari. Va oldinda albatta sizlar bilan final qarama-qarshiliklarni ham birgalikda kuzatib boramiz. Siz bilan rejissyor Davron Mansurov, sharhlovchingiz Sardorbek Rahim bo'ldi. Ko'rishguncha.